O'zbekiston aholisining 60% dan ortig'ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Ular jamiyatning eng faol, bilimli va tashabbuskor qatlamidir. O'zkomnazorat inspeksiyasi faoliyatida ham yoshlarning o'rni beqiyos. Raqamli transformatsiya bu imkoniyatlar dunyosidir. Biz yoshlar raqamli xizmatlar va ilg'or axborot tizimlari samarali ishlashi ustidan nazoratni amalga oshiramiz. Raqamli texnologiyalar sohasida nazorat qilish jarayonlari yuksak mas'uliyatni talab etadi. Biz yoshlar zamonaviy mexanizmlar orqali soha ishtirokchilari faoliyatining qonuniyligini ta'minlab, raqamli texnologiyalar taraqqiyotiga xizmat qilmoqdamiz. Axborot xavfsizligi bu nafaqat texnologik jarayon, balki ishonch va barqarorlik kafolati. Biz yoshlar davlatimizning raqamli suverenitetini ta'minlash sohasida ilg'or texnologiyalar va zamonaviy yechimlar asosida xizmat qilib kelmoqdamiz. Biz yoshlar axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nafaqat nazoratni amalga oshiramiz, balki yangi g'oyalar asosida raqamli davlatni barpo etishda faol ishtirok etamiz. Biz raqamli davlat barpo etayotgan yoshlarmiz. Yoshlar bugunning haqiqiy qahramonlari, ertaning munosib egalaridir.